Tushundim Dilfuza, lekin juda ham qimmatda. Hilolaxon, bilasizmi, bu rostdan ham qimmat. 1.700.000 so'm, to'g'ri, hamma uchun qimmat, lekin buni natijasi undan-da qimmat. Siz agar buni xarid qilib 2 oy davomida ishlatib ko'ring, agar siz xohlagan natija bo'lmasa, men sizni pulingizni shuni qaytarib beraman. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Ko'rdinglarmi? Hattoki Oriflame kompaniyasining liderlari mahsulotga shu darajada ishonishadiki, natijasiga kafolat berishyapti. Bugungi ko'rsatuvimizning biznes womeni Oriflame kompaniyasining oltin direktori va juda ham ko'p ayol qizlarimizga o'z bizneslarini yo'lga qo'yishga yordam bergan Abidova Dilfuza opamlarni taklif qildik. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Biz sizni doim kuzatdik va o'zingizdan kelib chiqqan holatda savollar tuzib kelganmiz. Ko'rsatuvimizni ko'rgan bo'lsangiz, har bitta liderga alohida savollar berganmiz, o'zidan kelib chiqqan holatda. Tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvni boshlaymiz, savollar berishni. Tayyorman. Birinchi savolimiz: Oriflame deganda xayolingizga keladigan so'z yoki gap nima? Juda ham chiroyli savol. Oriflame deganda men juda ham katta tushuncha, chuqur tushuncha. Birinchidan, Oriflame bu meni turmush tarzim. Oriflame bu meni umuman hayotimni o'zgartirgan bir so'z desam ham bo'ladi. Oriflame har bitta xonadonni quvonchga, baxtga, sog'liqqa va go'zallikka chorlaydigan so'z deb bilaman. Rahmat. Keyingi savolimiz: insonlarni jamoangizga qanday taklif qilasiz? Hilolaxon, men insonlarni jamoamga определенный qanaqadir bir yo'l bilan bir ustanovkam yo'q. Ya'ni biza qayerga borsak ham bizani radarimiz o'chmaydi. Xuddi mana ko'chadagi radarlar yoqib o'tiradi-yu, bizani ham radarimiz hech qachon o'chmaydi. Xoh offlayn ko'rinishda, xoh onlayn ko'rinishda so'zsiz, gapsiz ham taklif qilishni biza o'rganib qolganmiz. Shuning uchun 50%, 100% to'laligicha biz taklif qilaveramiz. Menda alohida bir yo'nalish degan narsa yo'q. Ya'ni offlayn, onlayn hammasi baravar ketadi. Rahmat. Oilangizda bo'ldi, ishlamagin, qo'ygin degan e'tirozlar bo'lganmi? Ha, bo'lgan, albatta bo'lgan. Chunki umuman o'zbek oilasiga o'sha birinchi Oriflame kirib kelgan paytidagi sharoit umuman to'g'ri kelmaydigan sharoit edi. Даже hozir ham ko'pchilik tushunmasa kerak, shuning uchun ham yig'ishtir degan qarshiliklarga uchrashadi. Bunaqa qarshiliklar hammada bo'ladi. Menda ham bo'lgan albatta. Turmush o'rtog'im taraflaridan, qaynona taraflaridan. Lekin bu narsalarga tushuntirsa, hamma inson tushunadi. Hamma tushunadi. Shuning uchun men ko'pchilikga maslahatim tushuntiringlar, ular ham tushunishadi. Rahmat. Keyingi savolimiz: daromadingiz, birinchi olgan daromadingizdan esda qolarli birinchi olgan sovg'angiz yoki biror bir narsa? Birinchi daromadimdan esda qolarli eng birinchi qilgan natijamiz 3 xonali uyimizni remontini davom ettirish. Ya'ni turmush o'rtog'imni daromadlari bilan boshlaganmiz, lekin yarmiga borgandan keyin Oriflamedan olgan daromadim mana shu uy remontiga qo'shilgan. Bu meni esimdan chiqmaydi, chunki maqsadimiz ham boshida, ya'ni o'sha daromad olayotganimizda maqsad qo'yamiz, nima uchun degan joyiga. Ana o'shanda uy remontiga deb niyat qilib boshlaganmiz, ana o'sha niyatimizga yetganmiz. Rahmat javoblar uchun. Bu kompaniyada natijaga erishish uchun eng ko'p qilinadigan ish nima? Hilolaxon, bu kompaniyada natijaga erishish uchun avvalambor birinchi qiladigan ishimiz sponsor har bitta bergan vazifasini etilgandan-da ziyoda qilib qilish. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz asosan ikkita ish qilamiz. Taklif qilamiz va mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Mana shu asosiy ishlarimiz va albatta o'zimizning ustimizda shaxsiy rivojlanish. Mana shu ishlarni agar qilinsa, albatta natija zo'r bo'ladi. Xolos, rahmat. Keyingi savolimiz: hayotingizda qanday insonlarni yoqtirmaysiz? Hilolaxon, bilasizmi? Hayotimda eng yoqtirmaydigan insonlarim bular yolg'on gapiradigan va yuzlarida
maska kiygan insonlar man juda ham yoqtirmayman va xiyonatni umuman yoqtirmayman. Shuning uchun rost gapirishni, insonlarni aldamaslikka bu men uchun birinchi o'rinda turadi. U insonlarni kechira olgan bo'larmidingiz shunaqa? Bo'lsa hayotingiz davomida? To'g'ri, hali kechirguvchi Alloh, biz kimmiz? Biz oddiy bandamiz, lekin menda shunaqa bir nima deydi, xarakter deymizmi? Bu xarakter shunaqaki, kechirish juda ham qiyin. Men yolg'on so'zlarni kechirishim juda qiyin bo'ladi. Harakat qilaman kechirishga. Rahmat, barcha savollarga shunaqangi chiroyli javoblar berdingiz. Endi bizani ko'rsatuvimizni yana bir jarayoni bor. Bunda ha yo'q o'yini. O'shanda ham ishtirok etib, ha yo'q deb qo'yishingiz kerak emas. Men savollar beraman, siz ha yo'q deb qo'yishingiz kerak emas. Unda boshladik. Dam olishni yoqtirasizmi? Dam olishni juda ham yoqtiraman. O'zingizga doimo g'amxo'rmisiz? Albatta, g'amxo'rman. Ko'p afsuslanasizmi? Men afsuslanmayman. Uyquchimisiz? Yo'q, uyquchi emasman. Qattiqqo'l onamisiz? Qattiqqo'lligim bor. Jamoat transportlarida yurishni yoqtirasizmi? Yoqtirmayman. Mehmondo'stmisiz? Judayam mehmondo'stman, kelavering. Xudo xolisa. Uzoq muddatli sayohatlarga borgan bo'larmidingiz? Uzoq muddatli sayohatni yoqtiraman, lekin baribir odam uyini sog'inadi, chunki bo'lganman shunaqa sayohatda. Uyimni juda sog'inganman. Shirinliklarni yaxshi ko'rasizmi? Unchalik emas. Keyingi savolimiz va oxirgisi. Hozirda tashqi ko'rinishga qarab baho berishadi, sizchi? Endi tashqi ko'rinishga qarab baho berish, avvalambor bu 80% baho deyiladi, lekin odamning qalbini ham baholashni unutmasligimiz kerak. Shuning uchun faqat tashqi qiyofa bilan kifoyalanib qolmayman. Albatta odamlarni kuzatishga harakat qilaman. Rahmat javoblar uchun. Siz yutdingiz. Rahmat. Ha yo'q demadingiz. Rahmat. Shunaqangi chiroyli suhbat bo'ldi. Ko'rsatuvimiz to'g'risida o'z fikrlaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Ko'rsatuvinglar juda ham menga yoqdi. Ayniqsa hozir O'zbekistonda tadbirkor ayollarni rivojlanishiga, ularni qo'llab-quvvatlanishiga, ko'pgina ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz uyda shunaqa bir ayol qizlarimiz bor. Nima deydi, o'zini rivojlantira olmasdan qiynalib uyda qolib ketishyapti. Ana o'sha ayol qizlarimizga meni maslahatim, to'xtamanglar, rivojlanishdan to'xtamanglar. Ayniqsa yoshlarimizga men maslahatim, hozirgi davrda O'zbekistonda shunaqa ko'p imkoniyatlar berilyapti prezidentimiz tomonidan. Umuman tadbirkor ayol shunaqa bir anaqalar tomonidan shuncha ko'p imkoniyatlar berilyaptimi, to'xtamaslik kerak. Faqatgina qozon yoki bo'lmasam farzand yoki bo'lmasam nima bilan cheklanmasdan har bitta ayol qizlarimiz shaxsiy rivojlanishi ham qilish kerak. O'zida o'sha narsani qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Bu hayotda to'laligicha yashashni men maslahat bergan bo'lardim. Rahmat kattakon. Va ko'rsatuvimizdan shunaqa an'anasi bor. Keyingi ko'rsatuvimizga qaysi mehmon kelishini o'zingiz tanlab bersangiz, hozir stikerlar qo'yamiz, o'zingiz tanlab va u insonni taklif qilib bersangiz. Juda ham yaxshi-da. Xo'p. Marhamat, tanlab bersangiz. Farqi yo'q, любойni Farqi yo'q. Hammasi o'zingiz bilgan kuchli liderlarimiz. Olib keling, mana shu yarki eng chiroyli turgan rangini olamiz. Ochvering. Ochib, o'qib, bemalol telefon qilib. Zo'r liderimiz tushibdilar. Toshmuhammedova Lazo Katxon. Telefonlari bormi? Telefon qilsak hozir, taklif qilsak ko'rsatuvga. Albatta bor. Hilolaxon telefonni ko'tarmadilar. Keling, Telegramdan SMS tashab qo'yamiz bo'lmasam. Lazokatxon, yaxshimisiz? Sizni primoy efirdan bezovta qildik. Sizni mana shu efirga taklif qilib, o'zligingiz aloqaga chiqishadi. Albatta qo'ng'iroqligingizni kuting. Rahmat. Jo'natdim. Rahmat kattakon. O'zimiz
alohida aloqaga chiqamiz ular bilan. Rahmat sizga kattakon. Vaqtingizni ayamagan holatda kelganingizga juda ham manfaatli suhbat bo'ldi. Rahmat sizlarga ham taklif qilganingiz uchun. Rahmat. Ilohim ko'rsatuvinglar yanada chiroyli bo'lib, bardavom uzoq yillargacha davom etsin. Aytganingiz. Ijodiylarga omad tilayman. Rahmat sizga ham. Salomat Rahmat sizlarga ham. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi keladigan mehmonimizga albatta beramiz. Xayr. Salomat bo'linglar. Rahmat.